Fuqarolarga qulaylik yaratish maqsadida joriy qilingan Mening inspektorim mobil ilovasi orqali siz favqulodda vaziyatda, ya'ni shoshilinch tarzda yordamga muhtoj bo'lib qolsangiz, hudud bo'yicha mas'ul inspektoringiz sizga tezda yordam berishga shoshiladi. Ammo oramizda shunday insonlar borki, ular qiziqishdan yoki bemaqsad tarzda shunchaki ushbu ilovaning so'z tugmasidan foydalanib, yolg'on xabar berishmoqda. Hurmatli fuqarolar, sizning ushbu yolg'on chaqiruvingiz vaqtida boshqa bir fuqaro qiyin ahvolda bo'lishi, profilaktika inspektoringiz sizga yordamga shoshganda haqiqatdan qiyin ahvoldagi insonga yordam berishga kechga qolishi mumkin. Bundan tashqari yolg'on chaqiruv uchun o'rnatilgan tartibda javobgarlik belgilangan. Shunday ekan, o'zingizga hamda boshqalarning hayotiga befarq bo'lmang. Ogohlantiramiz. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 199-moddasiga ko'ra, maxsus xizmatlarni qasddan aldab chaqirganlik uchun eng kam ish haqining 1 baravaridan 3 baravarigacha miqdorida jarimaga solishga sabab bo'lishi mumkin. Unutmang, har bir yaratilgan imkoniyatlar siz uchun. Undan kerakli vaqtda unumli foydalanishni odat qilaylik.